Sizni tishlaringiz notekis yoki periuksizda muammoyingiz bor, siz braket qo'ydirishingiz kerak, lekin ayrim sabablar sizni o'ylantiryapti. Keling, bularni yechimlari bilan birga ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bu albatta narxi. Bizda metallический braketlar bitta jag' uchun $300. Agar bu ham og'irlik qilsa, boshida 50% to'lab, qolgan 50%ni 3 oy ichida foizsiz bo'lib berish imkoniyati mavjud. Ikkinchisi, bu og'riq va noqulaylik. Braket qo'ydirgandan keyin 3-4 kun og'riq va noqulaylik bo'lishi bu tabiiy holat. Agar doktorning ko'rsatmalariga rioya qilsangiz, bu holatdan oson yengib o'tishingiz mumkin. Uchinchisi, braket qo'yish va davolanish vaqtining uzoqligi. Braket qo'yish 30-40 daqiqa davom etishi mumkin. Davolanish vaqti esa 1 yildan 2 yilgacha norma hisoblanadi. To'rtinchisi, braket taqishga uyaladigan patsientlarimiz ham bor. Bunday patsientlar uchun sapfirviy hamda keramidskiy braketlarni tavsiya etamiz. Bunday braketlar tishda estetik jihatdan deyarli ko'rinmaydi. Ko'pchilikni o'ylantiradigan yana bitta sabab, braketni yechgandan keyin tishlarim yana avvalgi holatiga qaytib qoladi deb qo'rqishadi. Lekin braket yechilgandan keyin reteyner yoki kappa taqiladi. Bu apparatlar tishlarning avvalgi holatiga qaytib qolmasligi uchun shu holatda ushlab turadigan maxsus apparat hisoblanadi. Agar siz sizni o'ylantirayotgan sabablaringizga yechim topgan bo'lsangiz, qabulga yoziling va bu videoni braket taqishga ikkilanib yurgan dugonangizga yuborib qo'ying.